Nuno Mendes 2002-yil 19-iyunda Portugaliyaning Sintra shahrida tug'ilgan. U oddiy oiladan voyaga yetgan. Ota-onasi asli Afrikadagi Angola davlatida bo'lib, keyinchalik yaxshiroq hayot va ish izlab Portugaliyaga ko'chib kelishga oilasi doimo uni qo'llab-quvvatlagan va futbolchi bo'lish orzusini ro'yobga chiqarish uchun barcha imkoniyatlarni yaratishga harakat qilgan. Nuno bolaligida futbolni juda yaxshi ko'rgan. U maktabda bo'sh vaqtlarda ko'chada do'stlari bilan to'p tepib mahoratini oshirardi. Uning tezligi va chap oyog'idagi kuchli zarbalari murabbiylarning e'tiborini tortgan. Dastlab mahalliy Despertar klubida shug'ullangan. 10 yoshida esa Portugaliyaning eng mashhur futbol akademiyalaridan biri bo'lgan Sport akademiyasiga qabul qilindi. Akademiyaga qatnashish uchun u har kuni uzoq masofani bosib o'tishga majbur bo'lardi. Ammo bu qiyinchiliklar uni maqsadidan qaytara olmadi. Sporting akademiyasida u bir necha yil davomida jismoniy va texnik jihatdan rivojlandi. Murabbiylar uning tezligi, chidamligi va hujumga faol qo'shilish qobiliyatini yuqori baholashdi. 2020-yil 18 yoshda Sportingning asosiy jamoasida debyut qildi. U qisqa vaqt ichida asosiy tarkib futbolchisiga aylandi va jamoaga Portugaliya chempionligi qo'lga kiritishda katta hissa qo'shdi. 2021-yilda Paris Saint-Germain PSG uni ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. U Fransiyaga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-da, o'zining mehnatsevarligi tufayli tez orada asosiy tarkibdan joy oldi. Keyinchalik PSG uni doimiy transfer asosida sotib oldi. Klub safida u Fransiya chempionati, Fransiya kubogi va boshqa sovrinlarni qo'lga kiritdi. Shuningdek, u Yevropaning eng kuchli klublaridan biri sifatida UEFA Chempionlar Ligasi bahslarida ham muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Nuno Mendes Portugaliya yoshlar terma jamoalarida muvaffaqiyatli o'ynaganidan so'ng 2021-yilda kattalar terma jamoasiga chaqirildi. U tez orada terma jamoaning asosiy chap qanot himoyachilaridan biriga aylandi va Yevropa hamda jahon miqyosidagi musobaqalarda mamlakat sharafini himoya qildi. Uning o'yin uslubi zamonaviy futbol talablariga to'liq mos keladi. Nuno juda tezkor, kuchli jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lib, birga himoyada ham ishonchli o'yin ko'rsatadi. Uning aniq uzatmalar va krosslari jamoasining hujumlarini yanada xavfli qiladi. Shaxsiy hayoti haqida Nuno Mendes ko'p ma'lumot bermaydi. U ommaviy axborot vositalaridan ko'ra futbolga ko'proq e'tibor qaratadi. 2026-yil holatiga ko'ra u turmush qurmagan va shaxsiy munosabatlari haqida rasmiy ma'lumotlarni oshkor qilmagan. U bo'sh vaqtida oilasi va yaqin do'stlari bilan vaqt o'tkazishni, musiqa tinglashni hamda dam olishni yoqtiradi. Nuno Mendesning hayoti mehnatsevarlik, sabr, toqat va qat'iyat namunasi hisoblanadi. Oddiy oiladan chiqqan yosh bola o'z mehnati va iste'dodi bilan dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biriga aylandi. Uning faoliyati bugungi kunda ko'plab yosh futbolchilar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham yoqing. Fikrlaringizga izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.